Başını toxtat. Semit, dur neker. Mana, podpolkovnik. Mush ko'rik shu kanda. Shundaq, mush ko'rik shu. Mark Pensison, 238-polkining komandiri. O mush ko'rikni qo'g'dashga mas'ul. Doktor Hoxman, Davlat amonlik saqlash idorasidan Sharqiy Janub oliy qo'mondonlik shtabi meni favqulodda vazifa bilan avatdi. Huquq doiramdan xabaringiz bormi? Bosh qo'mondonlik shtabining buyrug'ini topshirib oldim. Bu quruqlik armiya marshalining buyrug'i. Men bu yerda turib, cho'ng qo'shinning kelishini kutaman. Buni bilaman. Sizga maxsus bir ishxona tayyorlab qo'ydik. Rahmat. Janobi Pensison. Xo'sh. Bu atrofning ahvoli qandayroq? Partizanlarning harakatlarini sezdingizmi? Bu jihatda sizni axborot bilan ta'minlayman. Bu ko'rikni qo'g'dashning biz uchun aytganda qanchalik siyosiy ahamiyatga ega ekanligini tushunamsiz? Bu ko'rikning harbiy jihatdagi ahamiyatini tushunaman. O'g'o shundoq. Meningcha siz siyosiy ishlarga qiziqmaysiz-ku deyman. Men harbiy odam, Hoxman doktor. Bu qarovul nima uchun po'lat qalpoq kiymaydi? Bizga hozir qattiq intizom kerak. Janobi polkovnik, sal bexotlasangiz, mana bu tog'liqda jondan ayrilib qolasiz. So'rashga ruxsat qiling. Urush yangi boshlanganda harbiy unvoningiz nima edi? Polkovnik. Tashakar. Hop. Mana. Atrofga butunlay mina o'rlashtirganmi? Albatta shundoq. Urush yangi boshlanganda men faqat Pakvadiya leytenantlar. Urush haqiqatan kishilarning talantini joriy qildirishning yaxshi fursati ekan.
Shundoq, agar u hayot qolgan taqdirda Mana siz hayot turibsiz-ku. 4 qatim yaralandim. Üç qitim, polkovnik. Rastlı 3 qitim. 4-chi qitimda siz faqat bombadan silkinib ketdingiz xolos. Signal oyoqlashdi. Yarası öylerining hammasida telefon signal uskunlari bor. Marhamat. Marhamat, polkovnik janoblari. Henry, mashina kel. Xo'p, polkovnik janoblari, men tayyor. Biz davomli aloqa qilishib turaylik. Men qo'shilmay turib, siz har qanday qarordan chiqaman. Janobingiz, Polkovnik. janobi polkovnik, sizga qo'mondonlik qilish qobiliyatim bo'lmasa, men o'zim qaror chiqaramsam, undaqda Janobi polkovnik, sizning ofitserlar maktabida o'rgangan usullaringiz bilan bu ko'rikni saqlab qolib bo'lmaydi. Bu ko'rik muntizim qo'shinning hujumiga uchramay, partizanlarning ushtum-tut hujumiga uchrashi mumkin. Bu ishni menga topshiring. Bu mening maxsus kasbim. Hayt, gitlar. men sizni kutgili xeyli bo'ldi. Men dam olyapman, yo'ldosh polkovnik. Dam olishingizni qo'yib turing yo'lbars. Qarang. Mana bu ko'rik 612-nuqtaning 200 kilometr doirasidagi birdan-bir muhim qatnash yo'li. Agar nemis qo'shinlari Gressiyadan chekinib, bu ko'rikdan o'tib ketsa, mutlaq ustunlikni egallaydi. U chaqda bizning qo'shinimiz og'ir ahvolga tushib qoladi. Albatta bu nemislarning plani. Bizning planimiz-chi? Bizning planimiz uni portlatib o'tish. Bizning o'rnimiz mana bu yerda. Ko'rikni muhofazat qilayotgan nemis qo'shini bizning oldimizda. Ko'rik ularning keynida. Uni portlatib etsak, ularning chekinish yo'li o'ziladi. Yordamchi qo'shin yetib kelishdan ilgari biz hujumni boshlaymiz. Nemislar bizning o'rinlashtirishimizga bo'ysunamdi. Shundaq, mayor. Ularni muhofazat qilish intayin qattiq. Sizningcha ash ko'rikni cho'qim portlat qilib bo'ladimi? Men sizga ishonaman. Kichik apparatga havo armiyasidan bakrak ishonch qilamsiz nima? Bizmi o'ylashdik. Ko'rikning joylashgan o'rindan qaraganda aeroplan bilan qamal qilish mumkin emas. Nemislarning o'rilish ahvolichi. Bir polik askar kuchi bor. Ko'rik atrofiga mina o'rlashtirilgan. Ular belgi uskunlari bilan tizginlangan. Undaqda qanday portlat qilib bo'ladi? Bu vazifani o'zingiz chora izlab o'rinlaysiz. Beriladigan vaqt faqat 7 kun. Nim dedingiz? 7 kun? 7 kunda hatto ko'rikmi yetib boramaymiz. Nemis qo'shinlari 7-kuni ko'rikka yetib keladi. Haftaning 5-kuni atigan soat 8da. Dal ana shu vaqtda ko'rikni portlatib o'tish kerak. Burunmi emas, keyinmi emas. Undaq shartlar bilan o'rinlay olmayman.
7 kuni soat 8da biz hujumni boshlaymiz. Agar ko'rik portlatilmasa, biz hammamiz qurbon bo'lamiz. Oxirida birmi odam qolmaydi. Bu qanchalik odam siz bilamsiz? 5000 odam. 5000 jangchi yo'lvas. Bo'ladi. Doğrunucu, onu qayerdan alamiz? Mana liqmiliq 2 mashina doğru kerak. Uning ajallik yerini bilsangiz, ancha ko'p ketmaydi. Buning uchun siz maxsus bir maslahatchi tepishingiz kerak. Kimni? Mush ko'rikni loyihaga injenerni. Qayerdan topaman? Dushmanning orqa sepida. Mana sizni uning boy yeriga boshlab boradi. Bo'ladi. Yana kimlar? Siz qanoatlansiz yo'lvas to'g'ri. Bu bir xush xabar. Yana-chi, ha? Biz maxfiy raqamli radio orqali aloqalashamiz. Shundoq bo'lsin. Mayor, sizga o'ngishlik tilayman. Ko'rikning xaritini o'chirib etishga oldirib ketma. Men uni allaqachon o'chirib etdim. Xayr xo'sh. Xo'sh. Bana kim adam tanlab beradi? Yo'q, o'zim tanlab berman. Qo'lidan ish qiladigan adam tanlab bering, ma'qulmi? Eli ko'rsiz. Nima ish qilib turmaysan? Sizni ko'matdimi? Diqqat. Sizlar mayor bilan berib vazifa o'rinlaysizlar. Bu yoq hozirdan boshlab sizlarning rahbaringlar. Uning har qanday buyruqlarga sizlar cho'qim bo'ysunishinglar kerak. Buningda gap yo'q. Albatta. Nima qurol ishlatsan? Pichoq. Senchi? Og'amcha mayor. Senchi? Qurol, yo'ldosh mayor. Quroling qani? Qurolim yo'q. Ishkinglarda gap yo'q. Qurolni qanday qilamiz? Qurolingizni uningga bering. Iskratga berib olsin. Vaqt yo'q. Qurolingizni uningga bering. Akram. Siz zodi nima qilmoqchi? Uning qurolini tatib edinglar. Nima qarab turibsizlar? O bermaydi. Men sizlarni yolvor demidim. Sen derhal kendinge qayt. Kendinge qayt davatman. Sen nima qilmoqchi? Qur'onni tatib edinglar. Senin etin nima? Der. Bu yoq men bilan birga bo'lsin. Bu ikkisi mushada qolsin. Kechiringlar yigitlar. Sizlar buyruqimga itoat qilishinglar kerak. Xayr xo'sh. Xo'sh, muvaffaqiyat tilayman. Davamlıq gözlüb, əhvalını vaxtıda doklad qıb turanlar. Tügülü. Yana 6 gün vaqt qaldı. Bizden qoşunumuz körükdən ötüdü. Top doğra 6 gün. Qara Simit. Bu körük nemiga o'xshaydi? Nemiga o'xshaydi? Bu Gap qil. U qo'ngga o'xshaydi.
O sağırga o'xshaydi doktor janoblari. Semit. Sen abidin abad bir çoşqa. Fikir qilish iqtidoring yo'q. Shundoq bo'lganicha. Bu bir bo'yin turoqqa o'xshaydi. Sening shuningmi aqling yetmaydi. Bo'yin turoq. Bu eng yaxshi o'xshatish. Yaqin arada biz buni birisining bo'yniga solamiz. Lekin u kim? Etqina Simit. U zot kim? Bu yoqqa birini elib taliyingni sinab baqqan. Mushi shu. Adashdim. Biz 2 oy burun uni tutib olgan. Yana birini ip baq. Men yenila adashdim doktor janoblari. Bu o'z odimimiz. O'z odimimiz? Akila ko'rib baqay. Sen nima uchun buni o'z odimimiz deysan? Chunki u italiyalik. Sen tazımı dötnimi ekansan? Sen italiyalik bo'lsa o'z do'stimiz bo'ladi deb o'ylamsan. Sen buni menga tushunmaysan. Sen bu odamni bilamsan? Bilmayman. O haqiqatan italiyalik. O İtaliya armiyasida ofitser bo'lgan. O birisi bilan urushib qilib, harbiy sudda jazolangan. Urush boshlanish bilan u dushman tarafga qochib ketgan. O portlatış mayidi. Şunu partizanlar onu portlatış baturi deydi. Onun haqiqiy ismi Mespi Savardoni. Xo'sh, bo'ldi. Qurban bo'lsam, agar urushda ko'minglar meni egishaqqa. Ahdosta xayr xo'sh, ahdosta xayr xo'sh, ahdosta xayr xo'sh, xayr xo'sh. Xo'sh, tuproq teshimdan o'tganda do'stlar, chekib qo'ysin xo'sh biroq gullar. Muvaffaqiyat tilayman Pappina. Rahmat sana Zavardoni. Başla. Barakallah. Xo'sh, qurban bo'lsam, agar urushda ko'minglar meni egishaqqa. Ahdosta xayr xo'sh, ahdosta xayr xo'sh, ahdosta xayr xo'sh, xayr xo'sh. Xo'sh, tuproq teshimdan o'tganda do'stlar, chekib qo'ysin xo'sh biroq gullar. Mayor. Qara. Zavardoni. Qara. Yo'lbars, mening do'stim. Oh, qadrdan do'stim. Sen texo yetgansan-da. Bu nima degan yaxshi? Pappina, qarg'ina, bu kim? Bu degan yo'lbars, bu kishi qaltis odam jumur. Meningcha ancha qo'rqinch emas ekan. Nimaning qo'rqinish qilishganligini bilamsan. Harakatga. Tugidi. Bir azmi yo'qmi? Yo'q. Tugidi. Hammani o'zing qo'lding bu. Meni aldayapsan. Chiqim berib o'pkila. Tez bo'l. Bu mening eng yaxshi yordamchim, Botir partizan. Yo'lbars, sen menga qanday xush xabarlarni olib kelding? Aytqina. Esdangchi. Gapning hammasini sen qilyapsan. Biz ko'rishmagil uzun bo'ldi. Qani, bizga yana ozroq yeydigan narsa kapagina. Endi men sening oshpazing bo'ldimmi? Tez bo'l. Salomat bo'lgin do'stim. Ichamsan? Yo'q, ichmayman. Qadinas do'stim, o'tganki ishlar esingdimi? Bizning birga ishlagan vaqtimiz nima degan ko'ngillik. Keyin biz ayrilib ketdik. Shundan beri men haqiqiy portlatish ishlari bilan shug'ullanib boqmadim. Bu qitim men seni haqiqiy portlatish ishiga solmoqchi. Rasma,
Nima degan yaxshi, yana birga bo'ladi ekanmiz-da. Aytqana, nimani portlatamiz? Ko'rik. Ko'rik? Ko'rikni men intayin yaxshi ko'raman. Lekin bu odatdagi ko'rik. Barakalloh, men ashunda hashamatli ko'rikni bakmi yaxshi ko'raman. Tamoq tayyor bo'ldi. Papina biz bilan libos bo'lamdi. O'zing bil. Ha, Papina. Hı? Agar yaraydigan bo'lsang, men seni birga olib boraman. Rahmat sana. Navoda men bo'lsam sen yaşayamaysan. Hey. Do'stim, tamoq yemsan? Bo'z yeyman. Millay qayerda, bilamsan? Papina biladi. Uningga axborot oziq-turik yetkazib bergan. Bizni boshlab qolgan. Ma'qul. U nima ish qila oladi? Hammani qila oladi. Kulishni bilamdi. Do'stim, pichoqni bergina. Nim karamat bu. Bir stakan meyve şirnisi. Ma'qul. Mana bu 66.750 so'm. Rahmat. Mening bu azroq sovg'amni qabul qilinglar. Ma. Bu yerda chivin nimandaq ko'p? Shundoq, qish kelganda o'ladi. Yaxshimisiz kapitan? U hozir mayor. Vaqtning o'tishi nima degan tez? Sizning o'sishingizmi tezg'i? Menga qiziqqanligingizga nima deb rahmat aytsam bo'lar? Tushundingizmi? Bu ko'rikni yasashga men qatnashgan. Sizlar partiltamaysizlar. Nemishqa? Nemislar itdek tikilib tursa, bir odam yordam bera oladi. Kim? Shu ko'rikni loyihalagan injener. Bu kimning ko'rsatgan aqli? Mening. U nemislar bilan hamkorlashmoqchimi? U o'zi bilan hamkorlashmaydi. U hatto bir stakanimni chekishni xohlamaydigan tursa, o'zi yasagan ko'rikni partiltamdi. Mumkin emas. Bu uning birinchi mahsuloti. U barliq yurak qinini uningga sarf qilgan. Uni bizga tepib ber. O'g'irliqcha anglayotdi. U kim? U meningcha ishpiyonda qilmayotdi. O'g'irliqcha anglayotdi davotida. Sen uni ishpiyon demoqchimi? Sizlar tanishamsizlar? Yo'q. Shaxsiy hisobotni keyin qilinglar. Seni ilişip görmekçimi? Sana hiç kanık faydası yok. Gestapo orden. Sizlarning qumoqchi. Siz mush ko'rikning qurg'uchisimi?
Shundoq. Men shu. Paskvardiya polkovnik Hoxman doktor sizni taklif qiladi. Men u o'g'nimaydi ekanman. Bag'andan keyin tanishsiz. Mayli. Mayli. Bir stakan choy ichib yurishga bo'lamdi. U yerda esil choy bor. Undaqda men kiyimimni yangishib olay. Tez bo'ling. Siz injener bo'lamsiz. Shundoq. Men Kechiring injener, biz sizdan parakanda qilib qo'ydik. men sharaf bilan kimga agishmoqman? Albatta, bizga agishmayshingiz kerak. Sizlar zodi kim bo'lasizlar? Bizning kimligimiz sizga nihoyat aniq. Men sizlarga hech qanday ish qilib beramayman. Kechiring. Ko'p so'zlashga vaqt yo'q. Nemislar yana kelib qolishi mumkin. Men hech qachon sizlardan meni qo'llashni talab qilganim yo'q. Siz Gestapolarning qo'lga ilishini kutib turyapsiz. Lekin sizlarning bu meni qo'lga ilishinglarni xohlamayman. Kechiring, darhol biz bilan menishingiz kerak. Mayor, agar dam olishga ruxsat qilgan bo'lsangiz, men sizga rahmat aytadim. Biz to'xtamay minishimiz kerak. Nega boramiz? Bag'anda bilasiz. Sizlar menga aytishinglar kerak edi. Ichimsiz. Rahmat. Haraqkan bu. Shunda U doim araq ichidi. Rahmat. Vah, bu joy nima degan go'zal. Hajat chiroyli ekan-a? Taqimorligiga o'xshaydi ekan. Agar berib ziyorat qilsak, u yerning go'zalligini bilatdik-da. Sening taklifingga minnatdorlik bildiraman. Ay, meni Folinisaga operamsan. Ma'qul papino, men seni Folinisaga operay. Qandaqroq qizchaqni topsam, bu yigitimga bop kilakin tang. Polinisada chiroyli qizlar, chiroyli ko'riklar bor. Shundaqmi kasbdosh? Men qandaqmi siz bilan kasbdosh Biz bo'laman? rasl kasbdosh. Siz ko'rik solasiz, men partiltiman. Shundaqmi? Siz jami bo'lib qancha ko'rik soldingiz? Shukr. Men 5 ko'rikni partiltdim. Undaqda sizning tehpingiz menikidan cho'nka. Nadikine, sizdan hiliq ko'rikingizni partiltish o'ng'ay emas. Nima deyapsiz? Men hiliq Kimni ko'rik? hiliqqa go'zal ko'rikingizni demayman. Qarasini ishni buzib qo'ydi. Mayor, to'xtab turing. Siz rostla meni ko'rgimni portlatmoqchimi? Qanday? Sizlar rostla meni ko'rgimni portlatmoqchimi?
Shunda qilmay bo'lmaydi. Biz birlikda qurdik, endi birlikda bozimiz. Bu mening ko'rgim. Bu huquqni sizga kim berdi? Bu urush injener. Urushingizni qo'ying, mayor. Injener, ko'rikingiz 5000 odamning hayoti bilan munosabatlik. Uni portlatib etmasak 5000 odam o'ladi bilamsiz. Sizlarning taktikalarini bilmayman, lekin ko'rikni portlatqizmayman. Oldingizmi? Cho'qim portlatamiz. Hamda sizning bizga yordamingiz kerak. Mumkin emas. Sizlarga aytib qo'yayki, hargiz yo'l qo'ymayman. Sen onunla mesul bol. Sizlar kimni izlaysizlar? Deptan izlaymiz. Nima ishinglar batdi? Azroq ish batdi. Qandaqli ish bo'lsa menga danglar. Nemislar uni tutib ketdi. Uning nemis bo'lasiz. Achisi. Biz sazliqda o'tmoqchi. Bizga yo'l boshlab bera olamsiz. Sizlar nega bormoqchi? Bu o'zimizning ishi. Bizga yordam qila olamsiz. Nemislar. Qara kimni oldigan bo'ldik? Nimaga ko'ngildik?
Tez. Mening qo'limni tutib ol. Rahmat sana. İnjiner qani, sana erişip ketken-ku. Men sana nemi dep boylup qalgan. Sizga ish mangando debdimi? Men seni bu yerga o'ynag'ilab kelmagan. Bo'ldi. Uni ayblama. Hammasi meni qutqarib izlaylik. Sen baba. Onun bilan qol. İşkanlanmışa doktorunla. Men bilaman. Biz yana penis shahri ko'rib tomosha qilamdik nima? Qaytib kelganda men seni o'yintib kelaman. Tazı bu jafalı kim bu? Hey, to'xta! Yürü, gidiyor. Çekin Allah. Papino. Papino! Qaytib kel! Hey! Papino! Sen qayerda? Tez qaytib kel! Biz bu yerda! Savardoni!
kasapiting. Anladın mı? Hemmisi senin kasapiting. Anladın mı? Ben senin körükünü partiltip ötümen. Seni kuş partiltip ötümen. Körükünü partiltip ötümen. Oldu. Sabır kıl dostum. Kolumdan götürün la! Kırılın lan, taşlan la! Hayırlı gece efendiler. Bu qitim saya aytinglar joyida bo'ldi deyman. Burdinglar. Biz tunish olaylik. Baktivod Yonovich Kous. Kous o'qish degan ma'noda. Praporchi Shernik. To'li kirgan ma'noda. Intayin ma'nali qismlar, shunday emasmi? Afandilar, navbat sizlarga keldi. Bu apandimning familiyasi nima? Petrovich. Petrovich. Petrovich apandi, o'zingizning qayerga bordiganligingizni aytib bersangiz bo'lar. Qo'noq yig'ilishga bormoqchi. Anchimcha bu yil qo'noq bak o'xshab demish. Aytinglarchi. O'sol yig'ish atraf boshlig'inglar kim? Ular so'zlashni bilmaydigan o'xshaydi o'shernik. Ular cho'qim so'zlaydi. Eng yaxshisi bir vakil chiqib so'zilsin. Qo'linglarni chiqiringlar. Sen oldiq chiq. Birodarlar, mana bu kishi sizlar bilan so'zlashishni xohlaydi. Qo'linglarni o'ringlar. Shernik, men sana qo'l ko'rishni o'rgatib qo'yay. Afandilar, men qo'linglarni ko'rib boqay. Shernik, mana bu qo'lga qara. Mana bu odam o'ltirgan qo'l. Ko'na askarlarning uzun yillar sargardon vaqti o'tgan qo'li. Yana Ispaniyaga muboq. U yerga nima qilib borgan? Qo'noq uzgilmi? Shernik, o'ningga qara. Bu qo'ldan cho'ng ishlar keladi. Biroq umr qisqa. Men aytayki, sizning umringizdan ko'rikingizning umri uzun bo'ladi. Qo'lingizni tushirayting. Men ayollarning qalbini zorli tushirmayman. Mana bu yaxshi niyatli odam. Ismingiz Morgi. Xotirjam bo'ling, mayor. Xato tunayotganim yo'q. U ilgari musha atrofda partizanlik harakatiga rahbarlik qilayotgan chog'da Morgi deb atiladi. Bu yaxshi niyatli odamning nima ishlarni qilganligini bilamsiz. Rahmat senga Shernik. Bu mundaq ish. Yo'ldosh Morgi o'zining yaqin do'stini yo'qotish to'g'risida yuqorining buyrug'ini topshirib olgan.
Çünkü o asiylik qilgan. Lekin bu onu qaçırıp etken. Biroq o bizning jasusimiz ekanligini zorli o'ylab boqmagan. Oxirlasi bular. Men qoldim-ku. Ha, unutib qoptiman Petrovich efendi. Kechiring. Nesbiy Petrovich. Hammani bilib turib, yana nima uchun uni qiynaysiz? Efendim, ben adamlarımla bekar oturup kılışını herkes kalamayman. Unutib qag'ili tasliq qopdi men. Sizlar ko'rikni qaysi xil usul bilan portlatmoqchi? Har bir to'rikiga doğru qo'ymoqchimi? Bu mumkin emas. Ko'rikni atrofiga mina bekitgan. Mayr, qanday qilmoqchi? Bu ishga yana boshqa turishni xohlamayman. Nima? Efendiler, hadi görüşelim. Bulağa restorandan tamak ipegin pulunu ben төлeymen. Men ishimni aytmadim. U hammani bilyapti. U qanday bilgandi? Ehtimol heliqi ofislar qo'l ko'rishni bilsa kerak. Latin arilida bir buvay qo'l ko'rishni Bo'ldi, qo'y Zavardini. Aramizda xoin bor. Cho'qim shundoq. Mushu. Bizni dushmanning qopqiniga tushirgan mush olmay kim? Nimishqa burunroq aytmading? Men uni qutqizib olishni o'ylagan. Sen o'zingni qutqizmoqchi. Nima? Men xato qilmadim. Men buning xoinni qochirayotganligini bilib, shtabga ma'lum qilgan. Bana quruq töhmet qilib meni nemislar uchun ishildi demoqchimi? Sen hozirmi shular uchun ishlayapsan? Bo'ldi. Agar u xoin bo'lgan bo'lsa bu yakamaydi. Sizchi, siz nima deb keldingiz? Siz qochib ketmoqchi bo'lgan emasmi? Qochib ketsangiz bo'ladi. Nimani kutib tursiz? Qochmasiz. Zavardoni. Taliyimizni bir sinab ko'raylik. Götüre. Qartni men ko'tiray. Ko'zni itiylishini talab qiladiganlar. Qo'lingdan kelganini qil. Qadamlar bosh. Orqa burun. Hemen. Alaykumullah Zavardoni. Yoldaş Mayır, axbaratçınız Kauç, xizmetinizga tayyor. Tebriklayman. Savrchalığın ajoyib. Siz zaten oyun oynayapsiz. Bu bir yaxshi plan emas bu.
Çatak yok. Umuçmu. Ha? Men işinmeydi kılıbattı beni yurtine. Bu. Kur'an'ı eli bilen. Tez bulayla tez. Enginlerden biri gitmeyin la. Tez bulun la. Aşını çıkın la. Çıksa bulun la. Tez. Bu ne eli bilen? Ha? Etine meni nima chiqarib Sizni sizlarga chiqib to'g'ri keldi. Sizni ishtab qilmaganda mehmon qilaman. Ba'zilardan gumon. Siz nemismi? Yo'q, mening opam nemis. Shunga men ularning ishonchiga erishgan. Siz nemismi? Yo'q, mening opam nemis. Shunga men ularning ishonchiga erishgan. Nayt tez o'sibsiz. Men sizga o'xshash shunday xizmat qilishni xohlayman. Ajiba. Bizni bu qopqonga kim tushadi? Sizmi? Yo'q. Qo'rqmang, sizlar injenerni ipmangandan keyin kinolarga olamsiz. Vaqtga yarasha ular meni tayyorlaydi. Bana. O'qish deymizmi? Yo'q, u bizning odamimiz. Qanday sigirda? U bizning axborotchimiz. Tushundingizmi? Men qanday Qarang. yetishmaydi. Birga mansaq chatoq chiqmaydi. Mushat to'xtayli. Neymiş bu? Biz ko'rikib olmamda. Shtabga ma'lumot beraman. Yordamlashadigan ish bormi? Rahmat. Hojat emas. Biz o'zimiz o'ngishib olamiz. Sizlar meni beringlar. Nima degan go'zal. Shu peti turibdi. O'zgargan. Butunlay o'zgargan. Hozir texmi go'zallashib ketibdi. Jilg'i bilan qo'shilib bir butun gavdiga aylangan. Siz bu ko'rikni oxirgi qatim qachon ko'rgan edingiz? Men uni qatnash boshlangan chog'da ko'rgancha. Shundan beri bu yerga kelib boqmadingizmi? Bu bir an'anaviy odat. Qurilish ustisi o'z vazifasini tugatgandan keyin qayta huzurlanib o'ltamaydi. Qo'limni keta. Qimirlama.
Aldırma. Kolundakini taşla. Tez bol. Aqını burul. Aldırma. Ha, asta. Manna, sen bilen. Ha. Doğru. Bu qetim xeyli ko'p odam kelibdi g'o. Adam ko'p bo'lsa yaxshi emasmi? Xuddi soatga o'xshaydi. Ha, rahmat sizga. Bu neymiş? Kitapqa ma'lumot bermamsiz. Belganga vaqt beraman. Qaysi vaqtda? Atatigan soat 3da. Ha. Vaqt xeyli bor ekan. Injener bu yoqqa chiqing. Ha, yana ozroq ye. O'qib keling. Atatigan bu ko'rikni cho'qim partaltamiz. Buni bilma. Biz sizning yordamingizga muhtoj. Mening yordamim siz sizlar uni portalta olasizlar. Partaltalaydigan bo'lsa, sizni bu yerga etganmaydik. Mening siz sizlar qila olasizlar. Bunisi cho'qim. Mumkin emas. Bizga berilgan vaqt va portlatqich to'g'ri cheklik. Shuni do'rni dal joyiga qo'yishimiz kerak. Buni faqat sizlar bilasiz. Qani ayting, do'rni qayerga qo'ysak bo'ladi? Qayerga qo'yishni xohlasanglar, shu yerga qo'yavering. Ixtiyor o'zingizlarda. Bu ishga meni aralashtirmasliginglarni so'rayman. To'xtab turing. Bizga do'rni qayerga qo'yishni aytib bersangiz bo'ldi. Agar qo'rqsangiz bormasangizmi bo'ladi. Xato tushundingiz. Atman sizlar bilan birlikda ko'rikka boraman. Lekin men ko'rikni portlatishga qatnashmayman. Hay yigitlar, yangi xabar bormi? Polkovnik janoblari, bu yerda bir axborot bor. Partizanlar mushu uyga kiryapti. Nayt yaxshi. Mengish bo'lamdi. Mengishqa bo'ladi, biroq soat 3:30 dan burun harakat qilishga bo'lmaydi. Xo'p, polkovnik janoblari. Soat 3:30 dan burun harakat qilishga bo'lmaydi. Mumkin qadar ulardan yeriroq turinglar. Ular sezib qolsa, butun plan buziladi. To'xta. Polkovnik janoblari. Sen bu ishga mas'ul. Men ularning tirigi kerak. Bo'libmi ularning ichidagi birisi. Tushundingmi? Xo'p, tushundim polkovnik janoblari.
512, 512. Kontrol hamrasini chaqirdi. Kontrol hamrasini chaqirdi. Neda? 613, 613. Men Emre. Akam geldi, akam geldi. Ular derhal patlatqıç doğrunu ilip belgilengen vaqtda körükni partlatsın. Mana vaqtida deb ketam. Mana vaqtida deb ketam. Qara kelkun. At soat 5'te, at soat 5'te. At soat 5'te. Tushundim. Tugidi. Yaxshi. Mayor. Dal soat 8'da hujum boshlaymiz. Undaqda boshqa guruhlar nima ish qiladi? Endi ularga ehtiyojli emasmiz. Siz boshqa guruhga shundaq deb quturish qilsangiz bo'ladi. Hozir hamma ish yo'l bostilib qoldi. Tayyorlanlar. Biz bu yerdan patlatqich to'ralamiz. Cherkovga berish uchun qanchalik vaqt ketadi? Yarim soat vaqt ketadi. Bo'ladi. 1 soat ichida yo'lga chiqamiz. Biz daryodan o'tamizmi? Bu neymiş? Zorlarını öttürüp itipti. Bu ne iş kimga etme? Uqdingmi? Uqdim. Shu uyni qo'rshanglar. Men bilamaylar, tez. Tez bulunlar. Tez. Derizden saklanglar. Tez. Chapsan bo'laylik. Chaqqan bulunlar. Tez Semish bo'li. Men axborotga erishdim. Aklımızga yanaylı. Tez.是您请我来的吗？对，我让人叫你来的。时间到了，该出发了。该出发了？上哪儿？去接我们的部队。我的岗位在这儿，我必须在这儿等部队过桥。我是奉命守卫在这座桥上的。
您的意思是说这座桥还在是您的功劳？嗯，我从来就没有这么想过。那你在路上好好想想吧。史密特，上校先生，你和我的车都有封菲尔森先生照相。是上校先生。我8点钟等着您和将军。请吧，上校。Bu yerda dushman bizni sezib ololmaydi. Ular nima uchun bizni sezib oldi? Chunki ularning shpioni bor. U to'g'ri aytdi. Bizga xaylik qilgan odam bor. Cherkovda ishpiyon bo'lish mumkin. Yo'q. Bu xoin mushada. Bugun kecha Galli o'ldirildi. Ahvoldan qaraganda nemislarga axborot avatgan odam bor. Shu. Kechada uning yolg'iz o'yilda aynib yurganligini ko'rdim. Sancho, sen nemişki sırtık çıktık. Keçide hemimiz talağı çıktık. Bu meseleni düşündürüp veremeydi. To'xtanglar. Bu kız zaten nima odam? Aranlarga qanday qilib qo'shib oldinglar? Biz uning ufkisi Merdan Pitani topmoqchi edik. Merdan Pita. Shundoq. Mening o'ltirishlik joyim u yerda emas. Men u yerga Betta qo'lga ilingandan keyin borgandim. To'g'ri emas. Betta Gestapo tarafidan qo'lga ilingan yo'q. Buni men bilaman. Nayt aniq. Gestapo Bettani o'ldirib etib, uning o'rniga bir ishpiyonni qoldirgan. Yo'q, bu pakt emas. Betta mening ufkam. Uni tutib ketdi. Sizlar nemishqa menga ishonmaysizlar? Agar u ishpiyon bo'lsa, nemishqa nemislar uni otmoqchi bo'ladi. To'g'ri aytdi mayor. U qushning sizlarning odamlar ekanligini, shundaqla o'ltirishning yolg'on ekanligini bilimiz kerak. O biladi. U o'ltirilmaydiganligini biladi. U qanday biladi? Men uningga aytgan. Bu pakt emas. İnkar qilmoqchimisiz? Men uning biri ahmoqona ish qilib qo'ymusin deb, etib o'ltirishning yolg'on ekanligini uqtirib qo'ygandim. Bu pakt emas. O menga hech nimani aytgani yo'q. O menga hech nimani aytgani yo'q. Menga ishining bo'lamdi. Ber. Nima qilishni bilamsan? Meni damsiz. Men sana buyruq beryapman. Nima qarab tursan? Sen xatolashmoqchimi? Buni boshqalarmi qila oladi? Vaqtni isrof qilmaylik. Uni bog'la. Sizlar nemishqa meni bog'laysizlar? Menda gunoh yo'q. Menga ishoninglar. Menga ishoninglar. Menda gunoh yo'q. Nemishqa bunday qilasizlar? Ko'rikni qanday qilamiz? Bir ish qilib tursak bo'ladi. To'g'ri bo'lmagandan keyin hech nima qilib bo'lmaydi. Menda gunoh yo'q. Menga ishoninglar. Men chiqib bir amal qilib baxsam qandaq? Bo'ladi. Amal qilib beqam.
Nemişki endi keldiniz? Xudoga shukr, men darslikda o'tilib keldim. Polkovnik janoblari, ular meni bilib olg'ili tasliq qildi. Oxiri ularning odamidan birini tutib berib, aram qutuldim. Ular hozir qayerda? Ular oshadi. Ashu tog'ning o'ngirida. Ular texi mening yordamimni kutishib turibdi. İşiniz yaman emas. Rahmat sizga. Bizdek oshiradiqmi nima? Bu ishga o'zim javob qilaman, Kauts. Yuqori organdan menga bu ko'rikni muhofazat qilishda har qanday chiqimga qarmaslikni buyruq qilgan. Lekin bu buyruqda chiqimning eng zo'r cheki ko'rsatilmagan. Ana, ko'rik turibdi-ku. Sheherlikni odamlar bilan qo'shib etib tashladim. Bu badal osmi? O yordamchi qismning odamlari, Kauts. Yordamchi qism ancha e'tiborga ilinib ketmaydi. Henrat apandida Mondaq bir ko'z qarash bor. U urushning maxfiyatligi qabr ichida saqlangani yaxshi deydi. Shundoq polkovnik, 2 kun ilgirla partizanlarni butunlay yo'qotib bo'lmaydi. Agar bu guruhga o'z vaqtida dokulat bermasa, ularning yuqorqi organi yana odam avatishi mumkin. Lekin biz ularning qachon kelishini, portlatqich dorining qayerdan elishini bilmaymiz-da. Qani, endi evatsin. Biroq har qancha odam evatgani bilan bu. Endi xilali kechikdi. Polkovnik janoblari, endi ularni qanday qilamiz? Hammasini tutib kelinglar. Tirik bo'lsin. Tayyorlik bitti. Büyükür ağaç töbelikte. Tez çıkınlar. Qo'lingni keta. Sizni qarshi olamiz o'qish apandi. Bu qatim rolni qaltis o'yindingiz. O'zingizni qanaqaroq his qilyapsiz? Men tushuntirib aytay, uqishmaslik bo'lib qolmiz. Uqishmaslik bo'lgani yo'q. Shtablarni aloqalashtirganligini faqat sangla aytgan edim. Buni sendan boshqa hech kim bilmaydi. Meni to'lim mo'lla popo ko'rma. Siz meni müküşmek oynatqizmay, o'ltirmasangizmi bo'ladi. Planimizni o'rlash uchun seni tirik aparamiz. Mashinaga chiq. Agar yuvosh bo'lmasang, meningni qetig'ini chiqarib bitaman. Bürküt. Bürküt.
To'xta, bo'ldi. Hey! Sen! Yapma. Doğru, sen! Uyak gel! Beni çağırdınız mı? Sen katılamam sen. Bu yerde tamak çıkış olmaydı. Geçin. Kömekti mi? To'xta! Sen neymiş kısa kılığını almayısın? Terik İslam mı? Erip işanı kal. Sen yeni keçikip kaldın. Biz dal vaqtida keldik, Hukman doktor. Men tushuntirishni xohlamayman. Sen hammani aniq bilasan. Sen sarang bo'lsan. Kos, bu neymiş? Ben ularni boshlab kelmasam, ular meni o'ldiradi. Undaq bo'lsa nima bo'pti? Sen qasam qilmaganmi? Hukman, askarlaringga buyruq tusha. Tez bo'l. Sen zada nima qilmoqchi? Degenini qiling. O'lsakmi amal yo'q. Bu qilmishingga zo'r bedel to'laysan. Sen yana aql usulsan, jiningni olaman. Buyruq tusha. Ben Hukman. Başlıqlarını izleymen. Mening buyrug'im siz o'rninglardan ayrilmanglar. Hammanglar yig'ilinglar. Tugadi. Joyinglarda qimirlamay, qo'linglarni ko'taringlar. To'g'ri. Shundoq. Samoba. Hay, sen. Ben sizden bir savol so'raydigan edim, injener. Qani so'ra. Har bir ko'rikning sirtqi ko'rinishidan boshqa uning yurki bo'lamdi. Bak, ko'riklarni tutashtiruvchi markaziy tövrik. Lekin nurg'un tövrik tursa, Ularning ichida faqat birli tövrik ko'rikning jini. rahmat sizga.
o'sha shu. Hey! Sizlar nima deb javob bermaysizlar? Anlamaptimi? Başliq soat 7dan 15da yig'ilishga buyruq qildi. Nimishga yig'ildik emas? Yana kelib mushundaq vaqtda? Başliq meni sizni kutib olg'ilavatdi. Rahmat sizga. Navoda siz kelmagan bo'lsangiz biz isib qolapti. Tayyor bo'ldinglarmi? Tayyor bo'ldik. Ko'rik tutashgan o'rinda ikki to'rik bor. To'rini shu yerga qo'ying. Sizga qalbi tilayman. Sana qalbi tilayman. Rahmat sana do'stim. Boshla. Mayor. Ben yana demiş ki biri. Siz yaşanıp durun.
Bilmadingizmi? Birda bardoshli bir, seni etkitimiz. Mahraki, men qilishga tegishli ishimni Ben dedim vazifamni mehmonlar. seni xato tushungan Ben dedim mehmonlar. ko'nglimdan chiqaraman. O'zimni doldiga, tez! Yana qanchalik qoldi? Yana 15 minutdan keyin yetib boramiz ekan. Rahmat.
Qo'lini aytgan. İnjiner, neyip qarab tursiz? Chapsa bulun! Chapsa bulunlar! Janobi polkovnik, biz mag'lub bo'ldik. Ist haqiqatan yaxshi ko'rik edi. Ist haqiqatan yaxshi ko'rik edi.